Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan juda yumshoq va mazali pirog tayyorlaymiz. Oddiy masalliqlar bilan hammaga yoqadigan retsept. Avval 3 ta tuxumni shakar bilan ko'pirtirib olamiz. Endi ko'pikli aralashmamizga 1 piyola o'simlik yog'i solamiz. Endi 1 stakan qatiq yoki kefirga 1 choy qoshiqda iste'mol sodasi solamiz. U ko'pirgandan so'ng tuxumli aralashmamizga solamiz. Endi ko'pikli aralashmamizga 1,5 stakan unga razrxeter aralashtirib, hammasi bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Tayyor xamirni yog'langan qolipga quyamiz. Oldindan qizdirilgan pechda 160 darajada taxminan 30-35 daqiqa pishirib olamiz. Pirogimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.